الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا من هذا الباب في إثبات النسب بالقافة nasabni qiyofa mutaxassislari orqali isbotlash masalasida ixtiloflash. Qafa qaifning ko'pligi deydi. Qaif degan unda izni yoki bir narsani o'xshashligini selishtirib yurib iz qo'llaydigan odam degandek. Qur'on karimda va la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Meyadanda qaif degan ba'zi bir maxfiy belgilar orqali ma'ning dadasi ekan, balasi ekan deb chiqishni o'tirki dadabollik munosabatini isbotlaydigan odamlar. Burun arablarda shunda ishlar bordi. Qarablam ma'ning balasi ekan yoki ma'ning tuqqan ekan deb bila oladigan. Gerçi onun tuqqanligini bilmasmi? وذلك عندما يطأ رجلان في طهر واحد بملك يمين أو بنكاح. Yani bir tohr halatida ikki bir ayol bilan bo'lgan ahvolda bimilk yemin yani xo'jayin dedek munosabati yoki nikoh munosabati bo'lsin. Ular bu bola yaqin kelgan ikki odamning qaysiga taba buni isbotlashda qaifninki so'zga asoslanib narsani isbotlamdi demoqchi. ويتصور أيضا الحكم بالقافة في اللقيط الذي يدعيه رجلان أو ثلاثة. مثلا bir balni tepib oldik biz. Tepib olgandan keyin 2-3 kishi mening balam turishida da'vo qilib kelsa, ondan biz buni ayirish uchun qaifdan so'rab, shu so'zga asosan ayirsak bo'lamdi. Falonning balasi ekan ma'voda hukm qilsak bo'lamdi deydi. والقافة عند العرب هم قوم كانت عندهم معرفة بفصول تشابه أشخاص الناس. Kişilerin şeklininki o'xshab qolishiga munosabatlik tafsiliy ahvollar, jinsi yerlarini obdan bildigan kishilardir bular qafa degan. Jam'ul qaif. Faqala bil qafati min fuqaha al amsar. Qala bil qafa degani shu qafa, ya'ni qaifninki so'ziga asoslanib turib nasabni isbotlasak bo'ldi dedi. فقال أمثال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والأوزاعي قدر بلا شو قائفنا سجل أساسنا نسب نسبة للميزبته وأبى الحكم بالقافة الكوفيون وأكثر أهل العراق كوفيون الإمام أبو حنيفة من بامشون قطارنا ونون سجلان لكم قلبت ميماز دكتور والده والحكم عند هؤلاء أنه إذا ادعى رجلان ولدا كان الولد بينهما endi o ikkilarning birisiga hukm qilmasa qafaning so'zga asoslanib turib qanday biz taraf qilamiz buni kimga qo'yib beramiz desa ikkilarning bo'lsa bu chunki buni ya ma'noda yomoni deydigan sal ig'ir bosadigan asosini narsa bo'lmasa bakal biraydan qo'yib beramiz bundan oldin ikkilar o'tirdi qoldi demoqchi ekan وذلك إذا لم يكن لأحدهما فراش bu qachon desa birasininki shu ayol nikohida bo'lmagan bo'lsa biz ikkari kishining birisini ayol bo'lsa albatta shu ergilan berib turamiz yoki xo'jayin bo'lsa xo'jayin bilan berib turamiz lekin ikkisi darsini haqiqatda u mu yaqin kelgan bu mu yaqin keyin bola bo'lgandan keyin bu bola meni deb turibdi hozir zamonda erlar qanday bu bola meni emas deb turdi burungi zamonda bular o'g'il bolalar qolsa arablar o'g'il bolalar urushda masalan boshqada amdan bo'lgan yardım kuch quvvat bo'lgan ekan bunun bilan turoldaşı var. Başkasının varsa olsun onun bilan turolda. والحكم عند هؤلاء أنه إذا ادعى رجلان ولدا كان الولد بينهما وذلك إذا لم يكن لأحدهما فراش مثل أن يكون لقيطا مثلا يولدن تبلغن بربلا أو كانت المرأة الواحدة لكل واحد منهما فراشا مثل الأمة أو الحرة يطأها رجلان في طهر واحد. ياك bir ayol ash'arlarning har biriga firash olib qolsa yo'ldan tepib olgan bola bo'lsin yoki bir ayol ikkisi firash olibdi masalan dedik yoki bir ayol bo'lsa zina qildi deylar bular ha yata'ha rajulani zaniyani deylar fi tuhrin wahid ya meyda fi tuhrin wahid mesela iddia tutma yani mesela turqisini nikah tushirlar İddet tutmayın. Halkın içmesinden acışıp bitti. Ya gadi fi tohrum ahir gen.
Mesela bir qıtın ayetleri paklangandan keyin birisi bilib bo'lgan bo'lsa, keyin bu hech ko'ra, keyin yana bir to'g'ri bo'lgan bo'lsa, u burunqi bo'lgandan emas degan gap bo'ldi. Bu hech ko'rganki u hamila emas degan bo'ldi. Endi bir anda shu bir to'g'rida ikkisi birga kelgan bo'lsa, keyin andin hech ko'rmadan qo'shib ko'tarib ketgan bo'lsa, u kimdan ekanligi noma'lum. Bu shekilde bir balans kere tıraşmamızda zina doğalımızın bu balını bilen de tıraşmanı zina balımız tıraşmamak zina verilir mi? O cezavırışa ayrı mesele. Cezavırışa ayrı mesele. Adem şu nesebini ispatlaş meselesi. Hem de bu zina desek mi? İslamiyet kirişten ilgili boğan zinalı var. Bunu Ehl-i Cahiliye'den okuttum. Abd ibn Zaman'ın meselesi tek mesela. Keyin İslamiyet kelgandan burunda bir ish qilib topgan bo'laydi bu deb ilişkide ahvallı var. Bir İslamiyet'ten okusu kıra doğallıktan zina cezası verildi ona. Çünkü zina cezası verildi ondan ispatlaşmasız. Böyle bir açıcı bitir şu vakitte yandıracaksından toy kalması iddet tutmaması. Ya toynaması şeymesken bu. Ha, yukarıda o bir nikahligine bir adam bilen toy kılgan ahvalda o yeni bir adam bilen nikah kılanmaydı. Ha? Lekin şu nikah qilgan chog'da shu zina qilsa demak. Albatta u firash zavjiyaga mansub bo'libdi. Ha? Nikah qilgan holda bo'lsa firash zavjiya. Lekin mavo jumhur azar bil qafa dedi. Bular firash zavjiyaga qilmaymiz, qaifniki tayinmaymiz demakchi. Abu Hanifa qaifniki tayinmaymiz, firash zavjiyaga tayinmaymiz deydi. Endi firash zavjiya yo'q bo'lsa desa İkisi nasıl oldu? Çünkü bir firash zavjiyalar kim qilsa firash yo'q. Bunun başka bir ispat olmasa, ikisining birisi bakan birisiga nimaga asosan ayirib bermas, unga mansub bermas. Ya, hozir shuni bo'ldi. Jumhur firash zavjiya olsin, bir firash, bir odamning firashi bo'ldi. Ikki odamning firashi bo'lmaydi. Davomlikin bir odamning firashi turib, o ayol zina qilgan bo'lsa, ikki odam yaqin keldi degan. Bu iqro qilib, bu bolam mening deb turasimi? Firash zavjiyaga hukm qilmaydi. Nerede qaif bo'lib, yo'q bu zina qilgan, anon bolasi desa qaif, ashun bil. Lekin Abu Hanifa ya la qilmaymiz. وعند الجمهور من القائلين بهذا القول أنه يجوز أن يكون عندهم للابن الواحد أبوان فقط. الجمهور من القائلين بهذا القول ما ذكرت لنا مشو يعني كوفيون وأكثر أهل العراق من استدك جمهور نمشي جمهور مس القائلين بهذا القول مش قراشن tuttan alimlarning ichidagi jumhur ko'pchiligi deydi. Bu qarashni tutmagan jumhurga ketmoqman. Yani Kufiyun aktar ahli Irak'ning ichidagi jumhur undaqto annahu yajuzu yakuna indahum lil ibn al wahid abawan faqat. Bir bolaning ikki dadisi bo'lsa bo'ladi. Joiz bu. Ikkilama, uchga qilmaydi. Ikkida to'xtaydi. Abawan degan hozir yani atidan ikkisi. Atisi anasidan gap emas. Abawan degan taqriban deymiz-ku. Atidan ikkisidan bo'lsa bo'ladi. Vaqal Muhammad sahib Abi Hanifa, Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani bu da yejuzu an yakuna ibnan li thalathatin in idda'uhu. Şeyden da'vo qilsa, bizdan qaifning so'zi hisoblanmaydi degandan taqdiyan chiqmagan vaqtlar. Boshqa bir hech qanday asosli isbot yo'q. Şu şeyden o'ttirib qoldi. Şeyden bo'lsa bo'ldi. Demak, jumhur, mushu Kufiyin va aktar ahli Iroqning ichidagi jumhur otisi ikki o'zi bo'ldi bir bolani. Muhammad ibn Hasan 3 o'zi bo'ldi debdi. Va hada kulluhu taxlitun. Buning hammasi qalinqan jo'lisi iborat. Taxlit degan shunday ekan. Qo'chi o'tishish mumkin. Yoki qalinqan gapni bu kasb emas, dalil yo'q gaplar degan. Ahli hadisning aytdi, ixtilata fi akhir umrihi. Ba'zi ravilar yashinib qolgan chog'da sal qalinqan gap qilmoq bo'lsa, ixtilata fi akhir umrihi. Ma taxlit degan qalinqan gapdan iborat. Va ibtalun lil ma'qul wal manqul. Ma'qulmi, manqulmi bekor qilib o'tishdan iborat bu. Ma'quldimi bir bo'lganning bir dadisi bo'ldi. Ikki dadisi bo'lmaydi. Ya uch dadisi bo'lmaydi. Va manqul deganmi shu? Ayat hadislarni odatda shu bir balning bir dadisi bo'ldi. Shuni isbotlaydi. Wa umdatu istidlal man qala bil qafa. Endi boshqa jumhur qaytaman. Ikkaydan mening balamda deb turgan taqdirda qaifning
gepiga asosan ikkisining birisiga buyurib beramiz deganlarning dalili ma rawahu Malik an Sulayman ibn Yasar anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kana yulitu awlad al-jahiliyyah biman istalatahum ay biman idda'ahum fil Islam. Istalata degan idda'a nasabahu degan. Kana yuridu degan yulhiqu nasabahu degan. Nolga jahiliyatdagi farzandlarni bu mening balamda deganlarga islomiyatning keyingi ahvol ma'lum. Hazrat Umar xalifa chog'dagi gap. Umar xalifa bo'lgan chog'da burun jahiliyatda men topgandim bu bolam mening balamda deb o'zga mansub qilib da'vo qilib chiqqan ash farzandlarni ash talab qilganlarga mansub qildi. Fa'ata rajulani kilahuma yad'i walad imra'a. Shu ikkilan gapdi. Ikkilan bir ayolning balasini mening balam deb turibdi. Men topganman buni. Fada'a qaifa. Mana fada'a qaifa. Qaifni bizni chaqirdi azizlar. Mushuni nimani bildirdi? Qaifning gapi hisob deganni bildirdi demakdir. Azizlar mushu ayol uchun qaifni chaqirdi degina, qaifni so'zga asoslanib bunda ayirish bor degan gapni bildirdi. Men mushu dalil bo'lar edi shunga. فنظر إليه فقال القائف شو قائف لا قرأ إشكالنجا بالغم قرأيده إشك أرجم قرأيده شيلنجا قرأيده ليلام ده دا قرأ إشكالن تان شريك تفتو بورنا يمان قائف ما إشكالن تان تفتو بنا دبتو لقد اشترك فيه فضربه عمر بالدرة شو تايقولان أوروبته يعني بالنا إشكال زلم تدب ثم دعا المرأة فقال شو أيام شاقرب أخبريني بخبرك حقيقة هم برداها شو أيام بلدغام ده فقالت كان هذا لأحد الرجلين كان هذا سزق لأحد الرجلين قصتلوا لأحد الرجلين أشكالنا برسيا ما هو ده قبل بشلتهم ما دام يأتي في إبل لأهلها يعني يأتيني دمشق ما هو إمام مالك رواية خيغان أسر بو مطالش نما ما دام من القسم كالتدي يأتيني في إبل لأهلها في إبل لأهلها يعني وهي في إبل لأهلها يعني من bizning oilamiz tava tugilni biqibotgan vaqtimda madam tashimga kelib turibdi bu jahiliyat bo'lg'achlar fala yufariquha hatta yadunna wa tadunna annahu qad istamarra biha hadl bu odam kelib turgan billovdikan axira qo'saq ko'tardi degan chog'da andan ketdi ekan endi qilamiz-kan jahiliyat bo'lg'ach summan sarafa anha ular bu ayolni hozir qo'sqida qoldi degan chog'da ketib bo'ldi ketgan degan fa ufriqat alayhi daman bu odam ketgandan keyin bu ayoldan bir xun kelibdi ya'ni qon chiqdi deydi masalan yoki to'ralni chiqib ketganda bir ish bo'lib bola chiqib ketganda bir ahvol bo'lib summa khalafa hada alayha ashunda ash bo'lgandan keyin bola chiqib ketdi deganda bir ahvol bo'lgandan keyin undan ma'lashga boshqa bir yana bir odamchi bu kelib billa bo'libdi tani al-akhir mana yana birisini demakchi undan ma keldi dedi fala adri min ayyihima huwa sizga men yo'q balki uni storykan fala adri min ayyihima huwa shuna mana bu bola kimdan bo'ldi ma'nodan bo'ldimi anidan bo'ldimi toza bilmayman deb qo'ydi fakabbaral qa'id shundan qaif bu ayolni gapini Allohga Allohu akbar dedim yani sizdan to'g'ri chiqdi mana deb takbir aytdi faqala Umar lil g'ulam shundan Hazrat Umar abalg'a endi u balama da jahiliyat bo'lgan shu bo'lgan ekan Hazrat Umarning zamoni degan islomiyatdan keyin masalan 15 yildan keyin bo'lgan ekan u balamda 17-18 ga chiqqan bo'lishi mumkin masalan Rasululloh 10 yil islomda o'tdi Madinada unda Hazrat Abu Bakr 2,5 yil anda Hazrat Umar 10,5 yil o'tgan bu anda 15 yil 20 yillikda shunda bir vaqtlar bu bola shu bu balada vali ayyahuma shi'ta sen qaysi birisini xohlasang ishkelan ashuni igi qilib ol yani dada qilib olmoch qalu faqada zaman bu yerda ma'sar
وجلسlar قالوا فقضى عمر بمحضر من الصحابة بالقافة من غير إنكار من واحد منهم هو كالإجماع. Nurg'un sahobalar yig'ilgan shunda bir ajoyib bir mas'ulda xalifa Umar roziyallohuning hukm qilganligi va o'tgan sahoba kiramlardan bizim buni e'tiroz bildirganligi bu ularning bir ijmo qilgandek bir ahvolni ko'rsatdi. Va hada al-hukm 'inda Malik إذا قضى القافة بالاشتراك أن يؤخر الصبي حتى يبلغ. İmam Malik anda Hazreti Ömer'nin vaqaligidimi g'ulam bo'lgan chaqqa undan keyin kichik bola bo'lib qolsa uni kechiktirib sal cho'ng'igandan keyin anda uni san ikkisini tanlab ol dedi. Kichik chaqda tanlab ol degandan keyin Hazreti Ömer cho'ng'igandan keyin tanlab ol degandan keyin biz bu kichik bolaning ahvoli bo'lib qolsa uni kechiktirib cho'ng'igandan keyin ikkisini birisini tanla deymiz demiş. Ve yuqal lahu vali ayyahuma shi'ta ve la yulhaqu wahidun bithnayn. İkisini birini tanla deymiz. Lekin ikisi dadam da unda ikkinin balası qilolmaydi. Hazrat Umarning vaqaligini shuna buldi-ku. Bu İmam Malikning nazarida shunda. Ve bihi qala Shafi'i. İmam Shafi'i mu shunda deb qardi. Ve qala Abu Thawr İmam Ahmad mu shundan billah. يكون ابنا لهما إذا زعم القائف أنهما اشتركا فيه. İşkelen tan tapkan bu balını depqasa, işkelenin balısı buldu. Qaif işkelen tan taptı dese, işkelenin balısı buldu. Ve inde Malik'in ennehu leyse yekunu ibnen lil-ithnayni liqavlihi ta'ala. İmam Malik'in delili çoğu bir vaqtda ikki er kişinin balısı olmaydı bir balı diye. دليل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من ذكرين وأنثى من ذكر وأنثى واحتج القائدون بالقافة أنا بيادا جمهورنا شركة بعد بالتفصيلات بيان قلتهم يعني أن جمهورنا دليل وتركتاسر واحتج القائدون بالقافة أيضا هنا قائدنا سجيسات يعني جمهورنا يعني بالدليل في حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه. Esarir diyen yüzdeki onda bir sızıkla çıraya demek için. Esarir diyen çekişteki onda sızık koyrukluğunda değil. Çıraya menzi demek için. Nurana çaknap tuğanlar kuşallık, çoğunluk hoşoğulluğuna ifadelep şunda bir kirip geldi dedi. فقال ألم تسمعي ما قال مجزز لما مجزز المدلجي بني مدلج ين قبيلة نسبة بني مدلج المدلجي لزيد وأسامة بني مدلج قبيلة نوغان مجزز ديان أشكشنان Zeyd bilan Usama ishkaylanning haqida degan so'zni angladingizmi? U kishi u ishkaylanning tutlarini ko'rganda dedi. Hazrati Usama qaram tutdi. Sal qaravoy. Hazrati Zeyd oqdi. Onisi qarroq ayoldi. Lekin ba'zilar Zeydning nasibini bilsa, ba'zi bir gapni qilgan bo'lsa, bu dadisi emas, yani bu boshqadan bo'lgan deganda gapni bo'langan gap. Ondan da bukuni bu ishkelan unda bir narsa yapilib, birga yetibdi. Dadi bola ishkelan. Beshi boshqa butun badani yo'g'illik, to'rt tutlan da ko'rinib turadi. Ikki tut qora, oq. Tutgan. Shu so'ringa, shu o'yliga Bani Mudlijdan bo'lgan mujazzid degan qo'yibda to'rt tut qarab mushundan keyin, yani shu dadi bola ekan mushkaylar deb. Lekin tutdan ikkisi qora, ikkisi oq. Shunga Rasululloh qo'shyapti. Yani Zeydning bu bolasi ham Zeyddan boshqa qildim bo'lgan deganda gapga raddiya beradigan bir so'z bo'lgan ekan, qo'shilib ketdi. Qo'ymaning gapini oldingizmi deb buni. Inna hadhihi al-aqdama ba'daha min ba'd. Mush putlar ba'zidan keyin bular atib olayotgan demakchi. Bu muttafaqun alayhi hadis mi? Qalu ana jumhur hozir al-qailuna bil qafa wa hada marwiyun. Yani hada degan ishara يعني القول بالقافة. هذا القول مروي عن ابن عباس وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم ولا مخالف لهم من الصحابة. بومام دبر خل إجماع دمكشن.
وأما الكوفيون فقالوا الأصل أن لا يحكم لأحد المتنازعين في الولد إلا أن يكون هناك فراش. Ikkilanning biriga hukm qilish bo'lsa, firash o'zi hukm qilib turdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deganda al-waladu lil-firash. Fa idza udima al-firashu, firash bo'lgan ekan, ya'ni shar'iy bir munosabat qilish holatida bo'lgan ekan, أو اشترك الفراش كان ذلك بينهما. Yani şer'i bir kanuni bir münasebet halatı bulmanı ki ya ki işkeylen tam münasebet bulgan bir halat olsa belki didek halatı oluşu mümkün. Tasavvur kıyıl bulamdı şirik didek situasyon. Kâne dergi beynama o işkeylenin oturdu oldu. Demek firaş bulmanı ki birisi hüküm kılanmanı ki işkeylesin bazı değmez. İkisi tam yakın kıldıran firaş olup basımı işkeylenin bazı değmez. وَكَأَنَّهُمْ رَأَوْا ذَلْكَ بُنُوَّةً شَرْعِيَّةً لَا طَبِيعِيَّةً. Demek bu tabii zat bu dadısı da iki adamdan bir bala buludu, ikisi şu tabii dadısı buldu diyen cihatın emas, bu hükmenin. Şeriatında hüküm koygan cihatın atısı da hüküm kılıyordu emas demek için. Delil olmazsa muayyen aslında istilahat olmazsa hüküm kılanmadı ki işçilik yani fizyolojik cihatın, bu yani tıbabat cihatın, bu nesab, gil meselesi cihatın mesela. Biz bazıga işkelenin turlaşı yok. Lekin şeriatında bunu hal kılış için bunu hüküm kılıverdi. Şundan bir taraf kılımız dedi. Ondan sonra biz şundan bir taraf kılmaz. Kodu mesela su tapamağadan olgun su boşma hükmen su yok hesapta da hüküm kılıva siltenmeydiğen boşma. Şuna okşaş. Bundan ki bulga bir balı diye işke erdim bulmaydı diye itiraz düşmeydi. Tamam? Çünkü bunlar tabii dadısı da bunda işkelen dadıldı değil mi? Bu şeref hükmen de bir şey. Yani bunu işkelenin biz ayrılgan ve ayrılgıcı bir nama bulmanıken çare yok musunlar işkelenin oturdu kaldı degende. فإنه ليس يلزم من قال إنه لا يمكن أن يكون ابن واحد من أبوين بالعقل ألا يجوز وقوع ذلك في الشرع. Yani akli cihetten bir bala iki dada mensup bulmaydı desek mi? O şeriattı mı? Onda dikil olmaydı dememiz. Akli cihetten onda dikil olmuş mu? Şeriat bazı aslında hüküm kıskılıdı. Ve rüya mithlu kavlihim an Ömer. Ömer radıyallahu anh mu? Muşula demekanda hüküm kılındı. Bu da yukarı vakılı ve ala eyyevma şiddete degen kudan işkisini oturdu. Ve koyanda bir ahval var mesela. ورواه عبد الرزاق عن علي يعني عبد الرزاق مو المصنف degan kitobida Ali radhiyallohu anhudan shunday rivoyat qildi. Demak, bu da bir sahobadan rivoyat bor ekan bundan qarshi. Endi bular yana shu wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula degan ash oyatni dalil. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Qafa degan so'z bor shunda. Sen bilmaydiganingda ko'chilab izlevcime degan ma'no. Demak, qafaning ishini xuddi buni ham haqiqiy kasbni bilmaysa buni. Sen bunda ba'zi bir alomatlar qarab yurib, o'qitib yurib deydigan narsa bor degandek. وقال الشافعي لا يقبل في القافة إلا رجلان. Ama jumhurga o'tsakanda. Jumhur qafaning so'zini olmaydi-ku. Bir qafaning so'zi hisobmi ikkinimi deganmiz. Faqatlam ikki kishi bo'lsa andın bunun sözü sabittu. وعن مالك في ذلك روايتان إحداهما مثل قول الشافعي والثانية أنه يقبل قول قائف واحد. Bu Resulullah'ın bazı qafa sözler bo'lgan vaqalikda, Ömer'ning vaqalikda baytında. Bir qaifning gibi var, ikkina kelganning gibi. والقافة في المشهور عن مالك إنما يقضى بها في ملك اليمين فقط لا في النكاح. İmam Malik'in kelgan meşhur rivayette qafaning so'ziga qanday chaqda asoslanmasa, didaklarning masalasida asoslanmas. Lekin nikah masalasida asoslanmaydi. Nikah masalasida qanday bo'ldi? Al-waladul firash. وروى ابن وهب عنه مثل قول الشافعي. Yani bir İmam Malik'in bir rivayetinde İmam Şafii'ninki o'xshash rivoyat qildi. İhdahuma misl qavli Şafii degan rivoyat mushudoqsin. Yoki ma milkul yamin bo'lsin, nikoh bo'lsin, ishkilisda hisob qilmaymiz degan gap bu. Uni to'g'ri gap yo'q. Undan keyin ikki rivoyat bor.
Ve İmam Malik'ten kelgen rivayetinin birisi bir qaifning so'zi hisobida, ikkinchi Ibn Vahb rivoyatini ikki er kishi bo'lish kerak qaiflar dedi. Ve qala Abu Umar ibn Abdul Barr في هذا حديث حسن مسند أخذ به جماعة من أهل الحديث وأهل الظاهر تسمى جماعة من أهل الحديث وأهل الظاهر مش مسألة حسن درجلك مسند بر حديث با من أهل الحديث بالقرب وظاهري لا أغن مش حديثنا رواه الثوري عن صالح بن حي عن الشعبي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان علي باليمن هزت علي يمن إذا يمن جباغان فأتي بامرأة وطأها 3 أناس في طهر واحد بر طهر دا شيء دم يكن كبتك مش أيضا فسأل كل واحد منهم أن يقر لصاحبه بالولد فأبى شو لين يطلع منن أمس ما فلان ما بريلنجة بتنا بران لسان إيش قصورهم أمس منن بلام نبتون فأقرع بينهم شلون وترشك تشلته وقضى بالولد للذي أصابته القرآن شكيم كم بوسا شنو لا بلنا بيرو بربته شنو بالسولبته وجعل عليه ثلثي الدية وأنغا diyetinin 3'ten 2 kısmını töleysiz balasının oldu. Buradan bu şeylerin ortadaki bala ama bala aşağıda seni çıktı. Başkalarının hakkını pul arkalık bir etkilen. Mesela arkadaşlar bir şartı. Onun başka nahit ubdal bir halkı şartı var mı? Bunun üstüne bu madde kalkılan bu onun üstüne İslamiyet tapkan kaşılaması. Bu cahiliyetten kapağın avarçılar. İslamiyet'in daha yok. İslamiyet'te bir tohurda şu bir adam yakınırdan. Cahiliyette onda ahlaksızlığı, onda işler. İslamiyet'te yok. Cahiliyette kapağın avarçılar. İslam'da ubda ıkbadı. Ama bundan ubdala kalkılan bir çarba mı? Yok. Çok mu bunda mesela? Hatta bazı meseleler var. İslamiyet el kısmı çoğun bir ziyan bilen yapılır. Hammaylar razı olduğun, hammaylar fakat ziyan tekmeyen onda yapılır. Mesela ara ilişkiyle ayrılmakçı. Talak oldu, ayrılmakçı. Bunda çoğun üç tarafından burası ziyan tartıp ayrılır. İşte balı ziyan tartıp. Atasıyla bir oturamaydı. Ya anasının kulluk kaldı, ya anasının kulluk kaldı. Şek avarçılıkları. Ondan başka İslam ubda yapıldığı bir çare yok İslam'da. Aşağı namuna ideal çare. Muşanıma aşında bir hukuk tezirteli. فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه وضحك حتى بدت نواجذه. بكي يا رب كتب رسول الله كل كتب. Bu dersi Hasan ki. Ondan ki bu ya'khuzu hukmel merfu'. Resulullah'a yetti. Resulullah kenkin yarab kaldı Resulullah'a. Ondan ki bu Resulullah'da hüküm kıyanlık lan buldan. Bu kim rivayet etmiş o? Yok Abu Umar ibn Abdul Barr el-İstizkar diye kitabında diyen. Ve fi hada el-kavl infadul hukm bil qafa. Mana bu hadiste infadul hukm bil qafa. Qafa arqılık hüküm kılış. Ne küçük iyi kılış var. Ve el-haq velad bil Kur'an. Çek taşlaş arqılık birisiga mansub kılış var. Bu anda vecil istidlal deymiz onu. Ve fi hada el-kavl infadul hukm bil qafa. Ondan ki fi hada el-kavl في هذا الحديث يشكرك نعم يا كأجلت علينا مشنا أكيم خوفنا ما يا شكر كنا دم ده تتأكد كن وعلي أيهما شئت تدين مش أزيد من نص ده إنفاذ الحكم بالقافة دساك أنه ما وقالك ده الحق الولد بالقرآن دساك قافة نجيب يوزر Şunski Hazreti Ali qafını çağırıp akagan ahvolum yo'qda. Nonki qafa hisoblanmaydi degan gap chiqib qoldi. İnfad al-hukmi fil qafa. Yani nafi al-hukm bil qafa demekdir. Fi hada al-qawl nafi al-hukm bil qafa. Agar qafa hisoblangan bo'lsa Hazreti Ali qafını chaqirgan bo'ladi. Ve qafını nafi qilib çek tashlash orqali bir taraf qildi.
Qaqcha qilgan bu şeylerin birisiga deb bersa, shuni bilan ijro qilgan bo'ldi. Misali bu hadisning shundan o'tirib olgandek, bola anamga tavbani kech kelgan pul to'lamasmi bu deyiladi. Deyilgan bundan uchdan shirk bolalar bu shundan manfaat olgandek bo'ldi. Şeylerini o'ylab bergandek. Lekin qafini ochqana munosib yo'q-ku. Chektashlab bitirib qildi. Hamda masalan yuqorida jumhur muttafaqun alayhi islam ekeldi-ku. Zayd ibn Thabit nima? Usama ibn Zayd bilan Zayd radhiyallohu anhuning vaqaligida Rasulullohning ashunda qo'shilib ketgan bir nimani ekeldi. Lekin bu yerda Ibn Muslim jilva. Ibn Muslim bu Usamaning Zaydning balasi ekanligi İslamiyatda zaten ilk olarak boğaç, ispatlı boğaç. Bu kaifinin sözler ispatlanan, mesela ispatlanan şu. Bundan Usama bin Zeyd der, şu mensupluğunu kılıyotkan, şunun balası der, şeriat mı yani? Tüm Müslümanlar şunda tunup kılıyotkan bir ahval. Bu fakatlar olduğunda bazı bir gibi boğan iken, konunu bir aram kılarak sözü boğan iken, anın gibi bir konunu koşturdu. Bu bir anda qo'shimcha bir başında yalg'on yapıda bazı bir mişmiş keltirgan reddiya bo'lgan narsa hisobida qarab desak bo'ldi. Yani uning ilgari narsa isbotlanmagan, jondan qoida isbotlangan gap yo'q. Endi hozirgi vaqtlarda qiyofa bilan nima qilib ishlamo yo'q, unda mutaxassislar yo'q. Hozir faqatlamanda al-basmal wirafiyya, yani DNA tekshirishda mush qoidaning o'rnini desaydi. Onun bazı devletler itiraf kılıyordu. Ne olursa şu maçta görülüyor. Yani bazı devletler nazar kadar itiraf kılıyor. Bu onun da ihtimallik manası bu. De. Mağlup çalışıp duranla koygan keçip duranlaydı. Keçip duranı mı şu ispatlayınız? Çünkü keçip duran çağda balınınki hakkını ispallaş. Ayalma ben bu şeyden tapkan bu balını dep turdu. Dazısımışı dep turdu. İnkar kıysa şunun takip edilir. Tekşirimiz bunu. Tekşirgendiken dazısıp kalsa nefkta veren bu bodap adırımı şu sud mahkumları aşından mı? وَاخْتَلَفُوا فِي مِيرَاثِ الْقَاتِلِ عَلَى اَرْبَعَةِ اَقْوَالٍ Yakın tutkunu ötürütüp kalsa şu ölgen meyittin bu miras aldığın adam bolsa katil miras alalım ya ötteğinlik sebebini alamam mı? Bunda adamlar ıhtılaplaştı. فَقَالَ قَوْمٌ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ أَصْلًا مَنْ قَتَلَهُ Katil öttürüvetke adamdan özü öttürüvetke adamdan miras alanmaydı o. وَقَالَ آخَرُونَ يَرِثُ الْقَاتِلُ وَهُمُ الْأَقَلُ Az bir kısım alımla katil miras alalaydı o dedi. Bu bazı tabi'inin karşı. Said ibn Cübeyr, Said ibn Musayyib diyendek. وَفَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ الْخَطَئِ وَالْعَمْدِ Bazı alımla kastenlik olan severlikini ayırdı. فَقَالُوا لَا يَرِثُ فِي الْعَمْدِ شَيْئًا وَيَرِثُ فِي الْخَطَئِ Hata o'tirib qolgan holda normal, qasddan ko'manigan holda oladi. Lekin qasddan o'tgan holda miras olinmaydi deb. Bu Avza'i va Davud va Abu Thawrning qarashi. İlla min ad-diyati. Faqatlam aş diyatdan olinmaydi. Bu diyat hamda shu qotilning aqilasi birgan diyat. Bu diyat xuddamda miraslab qoldi-ku shumi? Muşundan diyettin yani aşı ölemge bergen tölemden miras alamaydı ekan. Bunun başka kısadan miras alalaydı. Ve huve kavlu Malik'in ve ashabihi İmam Malik'nin, Evza'i'nin, Davud Zahiri'nin ve Ebu Thawr'nin qarashi. Ve farraqa qavmun beyne yekuna fil amdi qutila bi emrin vacibin ev bi gayri vacib. Qasda o'tirishni hozir ba'zi olimlar ikkiga ayirdi. Qasda o'tirish, haq o'tirish, nohaq o'tirish. Bir emri vacib diyoruz kısasın. Kısas elbette. Mesela yakın tıkkın iken bu kısasını icra kılgan adam ki mesela. Cellat değil mi? Ondan da Allah'ın şeriatini icra kılıp başka bir adamda otururken olsa onun kısasını öttedi. Ya ki onun bir tıkkınını ötürürken olsa bu onun kısasını icraatı öttedi değil. Ötteyken bu hak ötüreş olan iken bunda hakını icra kılıp öttege halda emresini yurdu. Nağ öttegen bolsa uçada alanmaydı dep ayırdı. Bu şani bir mazhatning qarşılığı değil mi? Hakim icra qilganda veliyil maqtulni icra qilishni qo'yib turgan holda. O'tirib oldi. Gap men o'tamasin, jallat o'ttasin, o'tirib kelmagan desam. Mitla yakuna man lahu iqamatul hudud mana.
qisosni ijro qiladigan yo zinoxorni chamaga saqlaydigan yoki o'tirib ijro qiladigan bunda bir jallod bo'lib qolsa, bu hamda o'zining muvarrisini unda qonun ijro qilib o'tgan bo'lsa, buningda gap yo'q. Bu qasddan o'tirib uni mirosini olmaydigandek ahvol yo'q. Bu mirosini yurdi deydi. Ve bil cümleti beyne eyyekune mimmen yuttaham ev la yuttaham. Demek umuman jig'ib aytsak, bu o'tirashni zodi maqsadlik bunda mirosini elvolay deb yomon niyatida o'tadimi yoki yomon niyat yo'q shunda bir udilkilab o'tadimi, buni ayirishim. Mesela xatodimi mirosini elvolsam deb bunda yomon niyatida o'tagan ahvol yo'q. Mashina uribdi yo bir ish bo'ldi emas. Yoki qisas ijro qilgandimi, bu qonundan shu xalifa mana ijro qildi. وسبب الخلاف معارضة أصل الشرع في هذا المعنى للنظر المصلحي. يا تلاشتاسın sebebi şeriatın asli müşahedeki miras biriş meselesinde insanların menfaatini közleşke ciddi kalanda kıldı. Şeriatın asli kaidesi. Asli kaideye şu tutkalla miras ilesiye asli kaideti o. Nazar maslahi diyen katilin miras versek bu şu ötüresen geçti bunun mirası de onu aldırıp ötürütaş ve kaldı. Bunu tutsak lazım değil. وذلك أن النظر المصلحي يقتضي ألا يرث لألا يتضرع الناس من المواريث إلى القطمنة. Bunun bayanı şu ki menfaatini közleştiğimiz nemin taqaza qılıdı? Qatil miras almaslıqın taqaza qılıdı. Nima uchun almaydi deyish lazımsa kishilar mirosxo'rlardan ba'zi kishilar o'tirish vositasi bilan mirosga erisha olmaslik uchun. Bu chaqda askarlarning bir qismi o'zining mirosxo'rlarini oldirib o'tirishga boshlaydigan. Tutib qolmayman deb planlab o'tirishi mumkin. Keyin tutib qoladi yoki tutilmasligi mumkin. Natijada odam o'tirish olib nima uchun? Demak bu saddizzariyadir. Ilal qatl deb bir chikit qo'yibsizlar. Sizninkida o'tibazlarda peshvama qo'yatoma. Hamda wattiba'u zahiri watta'abbudu yujibu alla yultafata ila zalik. Zahirga agishish, ya'ni oyat hadislarning zahirga agishish va Alloh taolo deganni ijro qilish ta'abbud degan shu. Bizni nima talab qildi? Bu nazarul maslahi bu uni qaramasdan. Chunki Alloh taolo shu nazarul maslahini obdan bilib shunda miras berislar, uni tuqqanda endi qatil uni miras bermaslar deb endi sayyid kimliga demoqchi. Yani al-qatil la yarad deb hadis bor, rivoyat bor. Lekin ojizan. Endi Alloh taolo ham shu maslahani ko'zlaydi, lekin qatil miras bermoqni demagan. Undan keyin biz shu oyat hadisini aynan ijro qilsa bo'ldi desak, qanaqa bo'ladi? Bu maslahatga qaramaslik lozim. Mesela şu miras oyatlarida Ularning bayat qilamiz. Yusikumulloh fi awladikum zakara mislahadul unsayn illa al-qatil degan gap yo'q. Demaydi uni. Ana ismol qatillar rivoyat ojiz. Sayositi saputdi. Nolgi shariat hozir qatil miras bermaymiz degan gapni qilmasa, uni tuqqanchilik munosabati bo'lsa buni, shuning bolasi masalan, yo'ldishi unda bo'lganki berish lozim. Bo'lmasa Qur'on oyatlarini hozir ta'til qilish chiqadi. Demek bu nima hozir? Ibn Rushd qatil mirosdan mahrum qilish toza unda jalliq emas. Nima uchun fa innahu law kana zalika mimma qusida laltafata ilayhi ash-shari'. Chunki xalqimda miros edishga oldirib ketib, odamni o'tirib sanmusun degan narsani shu tarafini ko'zlash bo'lib qolsa, shariat albatta buni diqqat qilib al-qatil la yaris deb Seyyarista ya Kur'an-ı Kerim'de deydi bunu. Demegendiken bu hesap kılmaydı degandek bir ahval var. Ve ma kana rabbuka nasiya. Allah Teala unutup kalmaydı. Kema taqulu zahirle adetli deydiganmi? Şunga o'xshaydi. Mahrum kılmaydı deganda tercih qilayotgandek turdi hozir. Ibn Rushd. واختلفوا في الوارث الذي ليس بمسلم يسلم بعد موت مورثه المسلم وقبل قسم الميراث. İşkaydan tuqqan kelmas. Birisi musulmon, birisi kafir. Musulmon tuqqani o'lib ketdi. Kafir tuqqani qolib qoldi. O'lib ketib, lekin mirosi ayrildi deb qo'yguncha bu kafir tuqqani oyoqdan tuqqan musulmon bo'lib ketdi. Bu mirosi hamda tegmondi. Bunu ixlob. Va kadalika inkan muwarrithuhu ala g'ayri dinil islam. Yana o'lgichimi kafir ekan.
Müşahhadın şundadır. Kafirken bu ölüp ketip miras taqsim qildi deb turishiga taqsim qilishdan burunlab o ayat qolgan tuqni musulmon bo'lib ketdi. Böyle ixtilof diyana bo'lib bunda masala o'tirishdi. Ve müşü işkilesinde ihtilafba. Faqal el-cumhur innama yu'tabaru fi zalika vaqtul maut. Bu ölgen çağını hesaplanmaz. Şu ölgen çağda musulmon bitti, kafir bitti ayat qolgani. Ölgen çağın ikisini diyanatga qaraymiz. Şu hesapda o taqsim qildi vaqamas. Bu cumhurning ichida İmam Ahmed'den başka bir imam var. İmam Ahmed'den bir rivayetten cumhur bilan billah, bir rivayetten cumhur bilan billamaz. فإن كان اليوم الذي مات فيه المسلم وارثه ليس بمسلم. Ya Müslüman ölüp ketken günde mirasxo'ri Müslüman bo'lmasa, lam yarithu asla. Miras almaydı herkes. Seval aslama qabla qasmil miras ev ba'dahu. O mirası taqsim qilishdan ilgari yoki Müslüman bo'lsin, aqdillanmasdan şu gündeki ahvali hesap tuttu. Ve kedalike in kana muwarrithahu ala gayri dinil İslam. Ölüp ketken tuqqanimi Müslüman emas bo'lsa, ve kana al-warith yawma mata gayra muslimin. Ölüp ketken chaqda bu Müslüman emasken, warithahu. Navbatga ikkisi diyanat jihatdan o'xshash chiqdi. U chaqda majbur miras oladi. Yani ikkisi bir diyanatga tuqqanlar bo'lgan. Sevan kana islamu qabla al-qasm aw ba'dahu. Men taqsimotning vaqti qaramaymiz. Va qala ta'ifatun minhum al-Hasan va Qatada va jamaa. Hasan Basri va Qatada va jamaa degani Imam Ahmaddan mashhur rivoyat, ya'ni Ishaq ibn Rahway. Bular al-mu'tabar fi zalika yawm al-qasm. Taqsim qilgan kundagi ahvol qaraymiz. Taqsim qilgan kunda o'xshash diyanat bo'lsa oladi, o'xshamaydigan diyanat bo'lsa olmaydi demak. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعمدة كلا الفريقين قوله صلى الله عليه وسلم أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية. قند بالزمان يعني ملك جاهلية تقسم قلب بوامبوسا شو يسبب. وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام تقسم قلب ما يترك إسلامية كاجم بوسا ولم تقسم تقسم قلب ما يترك فهي على قسم الإسلام. وشغل إسلامية بويته تحسن قلنا. مش روايتنا دل أبو داود وابن ماجه رواية قيغان. شكلين دل خطراتنا. فمن اعتبر وقت القسمة حكم للمقسوم في ذلك الوقت بحكم الإسلام. تقسم قلنا وقت يسقلينز حكم للمقسوم في ذلك الوقت بحكم الإسلام. تقسم قلنا أشكشلاجة İslam'ın hükümlerini Müslüman da hüküm kılıverdi dedi. Ve men i'tabara vücubal kısmeti hükme fi vaktil mevt ve men i'tabara vücubal kısmeti hakeme fi vaktil mevti lil maksum bi hükmü İslam. Ölgen çağda taqsim qilgan kishiga İslam'ın hükmünü hüküm kılıverken buldu dedi. Bu tushunish bo'ldimi ya? Hozir shu hadisni ishkilardan tutdi. Ve men i'tabara vaqtal qisma Hasan ve Qatada, İmam Ahmed fil meşhur, İshaq ibn Rahway. Ular taqsim qilingan vaqtni sanaymiz deb qaragan bo'lsa, hakama lil maqsumi. Maqsum hozir miras nima? Demak, shu mirasni İslamiyatdagi bir miras deb hukm qilyapti deydi. Taqsim qilingan vaqtni sanaymiz. Wa man i'tabara wujubal qismati hakama fi waqtil maut. Aşo taqsim qilgan nimaga o'lgan chaqdalar İslamning hukmini hukm qilayotgan bo'ldi. O'lgan chaqda shu mirosga tamomlayapti. Yaqinda tamomlayapti. Ilgarigida ya shu taqsim qilgan chaqda tamomlaymiz bunlar. وروي من حديث عطاء أن رجلا أسلم على ميراث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقسم. Muşu ayaklarında bir kişi kafirken, lekin Müslüman tutkunu öldürkendenken taqsim qilib qo'ygacha ugacha Müslüman bo'libdi. Fa'atahu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nasibahu. Ona unga miras beribdi. Bu kim rivoyatga? Ya. Abu Dawud ibn Majah ayyuma darin aw ardun qismat degan. Ma tahrij qilmadi. Ham jumhurning dalili shu. Cumhurning başı delil var. La yarithu
المسلم الكافر تمام الكافر المسلم كان حديث بلقوا شيئين حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم دونك ölgen çağda qandaqta bu kafir musulmonda dونك mirasamaydi Mesela İbn Teymiye İbn Yusuf Qaradawi Müslüman kafir mirasası buldu degan kafir mirasamaydi Müslüman kafirni aş buldu degan qarashimiz o'tganda gapirdik. Bu qarash. Shu qarashni tarjih qilgan bo'lsin. El-İslam yazid ve la yanqus. Hadisga asosan shunday. El-İslam ya'lu ve la yu'la alayh. El-İslam yazid ve la yanqus. Lekin o dalil bilamaydi. Yani muttafaqan alayh hadisning nas hadisning oldida turadi. Yani onu miras berib qalsak İslamga targ'ib qilish foydasi var. Başkalarının belki Müslüman bulatma, miras deyilgende Müslüman bulat kalır, ahvallı var deyiş mümkün. Ve kederkel hukmu indahum fi men u'tika minel varasati ba'del mevti ve qablel qasmi. İslam miras konulardan birisi kulken bu. Ama kulken. Lekin ölüp ketken çağın kuluğun bilan taqsim qilishdan burun bu azat qilinib ketibdi. Muşuma şunga o'xshash narsa. Miras alamda olmamdı. Bazılar ölgen çağdaki ahvali kulluğunken olmaydı dese, yani bazılar ölüğünken taksim kılış vaktida ölüğünken alıdır. فهذه المسائل المشهورة التي تتعلق بهذا الكتاب يعني كتاب الفرائض مناسب مشهور مسألة متأكد. قال القاضي ابن رشد ولما كان الميراث إنما يكون بأحد ثلاثة أسباب miras üç türlük sebep bilan ilinibdi. İmma bi nasabin ya nasab tuqqanchilik bo'lganlikdan av sihrin yoki qudvachilik yani nikohlanish sababidan avvala'in yoki azobgarchilik munosabati sababidan bo'lgan ekan. Va kan qad qila fil ladhi yakunu bin nasab va sihri nasab bilan سهرنا مناسب مثلا دبوغان كان فيجب أن نذكرها هنا الولاء أم لبس üçüncü sebep yani azatkarlık münasebeti boğan sebebini bayan kılışımız gerek oldu. Ve limen yecib yani bu vela kimge taalluq oldu? Ve men yecib fihi mimmen la qanday kişilerge vela vacib kıldıqanı vacib olmaydı. Ve ma ahkamuhu bunu bayan kılışımız lazım oldu. Babın fil vela miras alishning sabablarini bilsa azatkarlik munosabati. Fa man yajibu lahu al-wala an qanday kishilar shu azatkarlik huquqiga erishadi. Fa fihi masail mashhuratun tajri majra al-usul li hada al-bab. Bunda mashhur masalalar var. Mush babning asosli usul qoidasini shakllantirgan mashhur masalalar var. Buni bahs qilamiz. Birinchi al-mas'alatul ula. Hozir Ibn Rushd kitobning asl manhajiga qaytgandak bo'ladi. Yuqorida bir qancha bo'limlarda mashhur masalalarni dana sanab bahs qilmay ba'zi shu maliki masalaning tafsilotlariga kirib ketgan. Hozir yana o'zining manhajiga qaytgan. Al-mas'alatul ula ajma' al-ulama ala anna man a'taqa 'abdahu 'an nafsihi o'zining qo'lini o'zi ozod qilaydi. Ozod qilgan bo'lsa fa inna wala'ahu lahu onun azatgarlik huquqi shu azat qiluvchisi bo'ladi. Va annahu yarithuhu yana shu azat qilingan kishidan boshqa kishi o'lib ketib qolsa azat qiluvchi egisi miras oladi. Buni ijmo keldi. Ida lam yakun lahu waris qachonsa shu azat qilingan kishiningki mirosxo'rlari bo'lmagan bo'lsa, uni mirosxo'rlari bo'lsa mirosxo'rlari oldi. Faqat mirosxo'rlari bo'lmasa azat qiluvchi uning mirosini oladi. Yani baytul mal olmaydi, azat qiluvchi oldi demak. Va annahu asabatun lahu. Demak bu ta'siban unda ashabul furud apog'aniki qilib qolsa, undan sevib oldilar. Ida kan hunaka waratana. Mirosxo'rlar borkan, lekin la yuhituna bil mal. Yani ash qilib qolgan mirosni hammani aqlanmay, o'zining nasiblarini olgandan keyin ish qilgan miros bo'lsa, azat kerdilik huquqi bo'lgan shu azat qiluvchi asabolab ta'siban ilutudi.
فأما كون الولاء للمعتق عن نفسه bu azat qilish huquqiga azat qiluvchiga o'zining endi o'zi chiqim qilib azat qiladi. O'zining pulini o'zi azat qiladi bo'ldi deganning dalili shu desa, bu dalili mana kalima tabata min qawlihi sallallohu alayhi vasallam fi hadis Barira. Bu muttafaqun alayhi hadis. Barira radhiyallohu anha bu direkti. Xo'jayinlar bilan mukatabaga deyishib, manchi yilda 9 g'amo bo'lib masalan, manchi pul akab birdiganga azatlikni qo'lga oldiganga tutishib, Hazrat Oyshaning tashrikiga. Mana bu yordam qilgan bo'lsalar, mana deb Toshkentdan to'xtamasdan, o'shani pul to'lab olsam bo'ldi degan. Ya'ni kan Hazrat Oysha ma alayimsa, men setolay, setolib sizni azat qildi. Ya'ni kan uni xo'jayinlari biz setib birlar ekan azat qilish huquqimiz bo'lsa, ya'ni bir yilga ketib qolsa, masalan, bu meros biznikiga bo'lgan, amanda bo'lsin, ya'ni kan Hazrat Oysha Rasulullohga degan bo'lunda da'vat qilgan setedira uni degi baka innamal wala'u liman a'taq. Yani so'zlab ma ba'd aqwam yashtarituna ma laysa fi kitabillah fa kullu shay'in laysa fi kitabillah fa huwa batil in kana min ash-shart innamal wala'u liman a'taq deb deganda. Bu dalil shu. Vaqtalafu idza u'tiqa 'abdun an ghayrihi. Birsamda o'zining nomida emas, boshqa birisining nomida yoki birisiga hamda savob bo'lsin-da, falonning nomida azat qilib qo'ydim deb bunda. Shu atab azat qilib qo'ygan ahvol bo'lsa deydi. Masalan, dadasiga ketgan bo'lsa, dadasining nomini azat qilib qo'ygan sho'g'im, dadasining nomini qul azat qilib qo'ydi. Faqala Malikun al-wala'u lil-mu'taqi anhu lilladhi bashara al-aqd. Ma'lum Imom Malik azat qilgan odamga bo'lmaydi bu azatgarlik huquqi. Kimning nomida azat qilgan bo'lsa, shuning nomida. Dadasiga o'lib ketgan dadasining nomini qilamiz, o'lib ketgan dadasiga bo'ldi bo'la. Azat qiluvchi bolasi bo'lmaydi deydi. Va qala Abu Hanifa va Shafi'i. Imom Ahmad mushlik bilan billah. In a'taqahu an ilm al-mu'taqi anhu. Bu shu. Azat qilish kimning nomida, dadasining nomida bo'lsa, dadasining bilishi bilan xabari bor azat qilgan. Balki bu hayot vaqtida qilish bog'ib bir odamning namı qo'yish. Ashunda bir azat qilgan. Ya vasiyati bo'yicha qilgan bo'lsa, qanday bo'lsa, ashadimning xabari bor. Bunda qilgan bo'lsa, fal wala'u lil mu'taqi anhu. Bundan shu odamga bo'ladi deydi. Va in a'taqahu min g'ayri ilmi, xavasiz bu kishi o'zligidan falan uchun qul azat qo'ygan bo'lsa, fal wala'u lil mubashir lil itq. Yani azat qilgan kishi uchun bo'ladi bu haq. وعمدة الحنفية والشافعية وإمام أحمد نمو دليله ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، يعني إنما الولاء لمن أعتق، يعني مش متفق عليه هذا الشيء. وقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني أزد قبلك حقوق ديان وما نسب رشت كوشش بالرشتة مناسبات علاقة دمج لحمة ديان علاقة رشتة ديان tutashtirgan bir rishta. Qalu, yani bu vazil istilahladı. Falamma lam yajuz an yaltahiqa nasabun bil hurr bighayri izni. Böyle bir kişiye bir adamning nasabi shu kishining ijozatsiz, ma'qullaqsiz baka birisiga hozir tuqqan bo'lib qolgan bir ish bo'lmagan ekan. Kadalika wala shunda bo'ldi. U o'ldirganning yoki u jadalning xavri yo'q holatda bakan vala degan bir rishta hozir bunga kelib qoldi shu nasab shunda deydi. Bu min tariqil ma'na, yani al-wala al-luhma degan bu hadis Hakim ibn Hibban rivoyat qilib saydiga, lekin ba'zida azizlab qoladi. Va min tariqil ma'na, endi qiyos tarafdan dalili فلأن عتقه حرية، çünkü azat qilish qachon bo'ldi? Vaqat fi milkil mu'tiq. Nima? Ash qulni azat qilib, hur qilib o'tish kimning mulki bo'ldi? Azat qiluvchining mulki bo'ldi. Shu o'zining mulkiga qulni azat qildi bu. Fawajba yakun al-wala'u lahu. Nonkin vala shuni bo'lish kerak. Asluhu, ya'ni bu asl maqis alayhi nima? Idza a'taqahu min nafsi. Yani o'zining qulni o'zining hisobida o'zi uchun azat qilgan bilan o'xshash. Va amdatu malikin, demak bu yuqorqisa jumhurninki aqli va naqli dalillar edi. Endi Imom Malik ayirib chiqib olgandi.
Bu da ennehu iza a'taqahu anhu faqad mallakahu iyyahu. Şunun namida azat qilib qo'ysa, shu odamga berib o'tgandek, ya'ni shu odamga shu pulni berib o'tib, undan shunun namida azat qilgan bir ish bo'ldi. Fa ashbahal vakil. Lekin bu kishi azat qiluvchi nima bo'lib qoldi? Vakiliga o'xshash bo'lib qoldi. Bu qiyos keladi. ولذلك اتفقوا على أنه إذا أذن له المعتق عنه كان ولاؤه له لا للمباشر. Şuna manda bir masala ittifaq kelgan. Kimning nomida azat qilgan bo'lsa, shu kishi azat qiluvchiga ijozat turibdi. Masalan, mening nomimda bir pulni azat qilib qo'ya deb ijozat qilgan bo'lsa, bu chaqda kimga bo'ldi alvara? Ashgabni deganingga bo'ldi deydi. Bundan keyin degan ahvolda shunday bo'ldi. Chunki bu ashuni nomida yo'q qo'ygan edi. Demak, mush ahvolga qiyos qilyapti mana Imom Malik. Va inda Malik annahu man qala li 'abdihi İmam Malik'nin nezarida annahu man qala li 'abdihi kulga manda desali anta hurrun li vajhillahi ve lil muslimin. Allah razı olsun ve musulmonlarning manfaati uchun sen hur deb azat qilyapti. Lekin ishlatgan joyda li vajhillahi ve lil muslimin degan so'zni ishlatdi dedi. U joyda valakin bo'ldi annal vala yakunu lil muslimin. Bu joyda musulmonlarga bo'ldi. Ya'ni bu Baytul Malga demek. وعندهم عند الجمهور يكون للمعتق azat qiluvchi bo'ldi. Ash so'zni deganimga vala huquq bo'ldi. Xuddi o zamonda odat san hur deganimga o'xshashlar. Shayt bo'lsin-man. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.